Ket. Крамс. Push. Они просто стоят и ждут. Ага. Qaranglar, borib eshikka qarab turinglar, men borib bombani ichaman, xo'p? O'yin zo'r ketayotdi-da. Mayli. Asosan obzor uchun bizga notebook kelganda, birinchi bo'lib meni va hammani menimcha qiziqtiradigan narsa bu notebook kim uchun mo'ljallangan? Ishlash uchunmi yoki o'yin? Balki kino ko'rish, safarlarda o'zi bilan olib yurish va eng qizig'i, batareykasi baquvvatmi yoki yo'q. Bugungi obzordagi notebookimiz esa yuqoridagi barchalar uchun to'g'ri keladigan Asus ROG Zephyrus G16. Tashqi ko'rinishidan bu notebook Zephyrus seriyasining avvalgi avlodlaridagi dizayn stilini davom ettiradi. Minimalizm, metall korpus va ixcham shakl. Korpus alyuminiy qotishmadan ishlangan, bu yechim unga mustahkamlikni beradi. Lekin shunga qaramay, og'irligi 185 kg atrofida bo'lib, o'yin notebooki uchun o'rtacha yengil hisoblanadi. Ishlab chiqarish jarayonida korpus CNC orqali kesiladi va silliqlanadi. Bu texnologiya detallar o'rtasida aniqlikni oshiradi. Masalan, klaviatura atrofidagi bo'shliq deyarli yo'q. Trackpad esa korpusga silliq o'rnatilgan. Qopqoqda joylashgan slash lighting chiziqli RGB yoritish bu modelning o'ziga xos elementi. Uni Armory Create orqali sozlashingiz mumkin. Agar foydalanuvchi yoritish elementlarini yoqtirsa, bu jihat yoqimli detal, lekin kimdir uchun ortiqcha gaming aksessuar bo'lib tuyulishi ham mumkin. Klaviatura to'liq o'lchamda bo'lmasa-da, tugmalar orasidagi masofa qulay, bosish chuqurligi optimal. RGB chiroqlari ham joyida. Trackpad sal kattaroq Trackpad sal kattaroq tuyulyapti va shuning uchun ham ishlatish juda qulay. 1.49 sm qalinlikdagi korpus uni ish safarlari yoki o'quv jarayonlari uchun mos qiladi. Lekin bu darajadagi nozik shakl sababli ventilyatsiya teshiklari kichikroq joylashtirilgan. Notebookni doimo yuqori yuklamada ishlatsangiz, tag qismi sal qizishi mumkin, lekin bu sinfdagi notebooklar uchun bu tabiiy holat. Notebook ikki xil rangda taqdim etiladi: Eclipse Grey va Platinum White. Ikkalasi ham juda qimmat ko'rinadi. Portlarni ko'rishingiz mumkin. Endi bizda CD karta uchun slot va audio jack ham bor. Bu modelga 16 dyuymli ROG Nebula OLED display o'rnatilgan. Ekran o'lchami 2.5K, 240 Hz yangilanish tezligi va 0.2 millisekund javob vaqtiga ega. 100% DCI-P3 rang qamrovi, VESA Display HDR True Black 500 sertifikati va Pantone Validated professional darajadagi rang aniqligini kafolatlaydi. Bundan tashqari, G-Sync va Dolby Vision texnologiyalari harakatdagi sahnalarni yanada silliq va tiniq ko'rsatadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'yin, dizayn yoki video montaj bu displey sizga yuqori sifatni ko'rsatib bera oladi. OLED uchun esa Asusga alohida rahmat. Keling endi toychog'imizni kapotini tagiga bir qarasa. Intelning yangi Core Ultra 7 255H protsessor faqat o'yin uchun emas, AI ishlari uchun ham tayyor. Video karta Nvidia GeForce RTX 5060. Buni o'yinlarda sizga ko'rsatmasdan shunchaki o'tib keta olmayman. Test natijalarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Operativ xotira 16 GB, asosiy xotira esa 1 TB SSD. Xohlasangiz yana bitta qo'shimcha SSD o'rnatish uchun alohida slot ham mavjud. Akkumulyator 90 Wh. Umuman ushbu konfiguratsiya tufayli notebook o'yinlarda ham, og'ir ish dasturlarida ham umuman qiynalmaydi. Endi esa navbat testlarga. PS2 da notebook 250 FPS ushlab turibdi, lekin men deyarli hech kimni o'ldirolmayapman. Demak, muammo FPS da emas, menda. Kartinkasi qotmayapti, men faqat qotyapman. Notebook o'zining missiyasi bilan zo'r spravляется. Men даже bunaqa darajada tez ishlamayapman, как notebook. Siz orqadan dabivka Xullas, notebook juda ham zo'r. Meni o'yinim dabdala, har doimgidek. O'zgarishlar yo'q. Hozir men даже o'ylayapman uy olib ketishga. Agar Shahriyor akkauntini bersa, o'zini Steam akkauntini uyda o'ynardim. Juda ham silliq, qulay, ekran juda katta. Bolalar тихо. Покупайте Asus ROG Zephyrus G16. Всем спасибо. Video montajiga kelsak, ushbu videoni render uchun esa notebook 7 daqiqa vaqt sarfladi. Testlar paytida notebook unaqa kuchli shovqin ko'tarmadi. Sababi G16 da yangi avlod ROG sovutish tizimi qo'llanadi. Intel
versiyasi bog'lanish kamerasi bilan jihozlangan bo'lib, u CPU va VRM zonalarining 44% qismini qamrab oladi. Yana unda ArcFlow 2.0 ventilyatorlari mavjud. Shunaqa sokin ishlaydiki, oldingi noutbukimni yoniga qo'ysam, u xuddiki changyutgichday eshitiladi. Yadro va grafik prosessorlar orasida suyuq metall termointerfeys ishlatilgan. Bu oddiy termopastalarga nisbatan issiqlik o'tkazuvchanligini sezilarli oshiradi. Xulosa qilib aytganda, ROG Zephyrus G16 bu kuch, dizayn va portativlikni birlashtirgan universal to'choq. U o'yinlar, grafik dizayn, dasturlash va hattoki sun'iy intellekt ishlari uchun ham mos. Aytgancha, sizga yana kengaytirilgan garantiya, ya'ni Asus Perfect Warranty haqida ham aytib bermoqchiman. Noutbukni agar tushirib yuborsangiz yoki ustiga suv to'kilib ketsa yoki siz tomonidan zarar yetkazilsa, Asus bir martalik remontini qoplab beradi. Buning uchun esa siz noutbukni aynan 2025-yil 1-yanvardan boshlab xarid qilgan bo'lishingiz, Asus akkauntingiz bo'lishi va uni ushbu sayt orqali 90 kun ichida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lishingiz kerak. Shunaqa bo'lsa ham Perfect Warranty gamerlar uchun eng kerakli narsa. Sababi gamerlarda o'ta o'ynayotganda nimagadir ekran yoki klaviatura shikastlanish holatlari tez bo'lib turadi. Bu garantiyadan albatta foydalaning. Ro'yxatdan o'tish havolasi video ostida bo'ladi. Aytgancha, noutbukni bemalol Note.uz saytidan sotib olishingiz mumkin. Bu esa paka-pakada sizlar bilan men Sitora bo'ldim. Hammaga